Azizlar, bugun bir ajib holat bo'ldi. Buxoro umra jamiyatimizdan bir hoji onamiz kelib, bo'lajak turmush quradigan yoshlarga to'y kunida umra yo'llanmasi sovg'a qilish uchun bizdan kelib umraga to'lov qilib, sertifikat oldilar. Nasib bo'lsa, to'ylik kunlarda bu sertifikatlarni jiyanlariga topshiradilar. Eng qiziq holatki, bu yosh kelin-kuyovlarga ambalari nomidan umra yo'llanmasi sovg'a qilinyapti va o'z onalarini ham unutmaganlar, onalari va jiyanlarining esa bo'lajak turmush o'rtog'iga umra yo'llanmasi sovg'a qilyaptilar. Ilohim Alloh barchalarimizni takror haj va umralarga birga borish nasib qilsin ilohim. Sizlar ham farzandlaringizga asal oyida chet elga sayohat yuborgandan ko'ra umra safariga jo'natsangizlar, borib o'sha yerda ibodat qilib, er-xotinlar, yosh kelin-kuyovlar, solih farzandlar Allohdan so'rab kelib, turmushlarini barakotli bo'lishini, xayrli bo'lishini so'rab kelsalar, inshaalloh nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Kim o'z yaqinlarini umra safariga jo'natmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib 24 soat qanday ma'lumot kerak bo'lsa olishlaringiz mumkin.